Assalomu alaykum muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Sizni o'zingiz, hurmatli prezident, olib borayotgan siyosatingiz bilan o'zbek xalqini, yangi O'zbekistonni butun dunyoga tan olishga majbur qildingiz. Oxirgi 10 yil davomida asrga tatigulik bir zalvorli, bir mazmunli tarix yaratib berdingiz. Konvertatsiya masalasi, hurmatli prezident, qanday edi ilgari? Buni to'g'rilab berdingiz. Kollej degan bir balo bo'lardi. Hamma odam ko'chada edi, hurmatli prezident. 11 yillik ta'lim tizimini, ilmga asoslangan narsani joy-joyiga qo'yib berdingiz, hurmatli prezident. Eng asosiysi qo'shni davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlab, bir do'stona aloqalarni yaratib berdingiz. Hurmatli prezident, ko'p aytasiz, paxtaga tobe edik. Paxta qulligidan ham bir xolos qildingiz-da. Maktab o'quvchilari daladan chiqmasdi. Bu narsalar o'z-o'zidan bo'lgan yo'q. Lekin hamma unutib bu qulligini. Siyosiy iroda yo'qligidan hammamiz paxtaga qul edik haqiqatda. 24 soat, 12 oy shudgor, chikanka, defoliatsiya, terim bilan shug'ullanardik. Boshqa ish bilan shug'ullanmasdik. Hurmatli prezident, yana bir narsa, mana tadbirkorlik bo'yicha keng yo'l ochib berdingiz. Umuman kutmagan tarixiy qarorlarni qabul qildingiz. Ozarbayjon prezidenti janob Aliyev kecha shuni bezizga aytgan yo'q. Shavkat Miromonovich qilgan katta ishlar va islohotlar bo'lmaganida birorta ham hamkorlik loyihasini amalga oshirishning imkoni bo'lmas edi deb aytdi, hurmatli prezident. Buni hammasi sizning qat'iyatligingiz, uzoqda ko'ra bilishligingiz natijasida sodir bo'ldi, hurmatli prezident. Mana Sirdaryo viloyati ham bugun agrar sohadan sanoatlashgan viloyatga aylanib bo'ldi, hurmatli prezident. Hozir ham televizorga qarab turibmiz, ko'p obyektlar ochilyapti. Shu obyektlarni, hurmatli prezident, hammasi sizning islohotlaringizning natijasi. Ilgari shu obyektni ochish uchun Sovet paytiga nazar tashlasak, hurmatli prezident, Kipeyiston qarori qabul qilinardi. Keyin ham bu chala qolib, bu ham qolib ketardi, hurmatli prezident. Hozir 3 yilda bitta maktab qurilardi kamida. Endi buni hammasini, hurmatli prezident, mana Sirdaryo viloyatida ham bu yil 2 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiyani jalb qilyapti. Umuman Sirdaryoda ham birov ishonarmidi 2 milliard investitsiya olib kelish mumkinligini? Hech kim ishonmasdi. Qisa bo'lar ekan. Xuddi shunday, hurmatli prezident, 10 yil oldin ko'tarsak, o'zi umuman investitsiya bo'lmagan ekan, aytishga ham odam uyaladi. Yana bitta misol aytmoqchiman. Ilgari 1 gektar joyiga erkin iqtisodiy zonada 1 million dollar investitsiya to'g'ri kelgan bo'lsa, hozir Sirdaryo erkin iqtisodiy zonaga 4 million dollarga yaqinlashdi. 3.8 million o'rtacha loyihalar 1 gektar joyga to'g'ri kelyapti, hurmatli prezident. Sizga katta rahmat. Bugun ochig'ini aytaman, sirdaryoliklarning shashti juda baland. Siz qo'ygan barcha topshiriqlarni biz sidqi dildan ado etamiz. Sizni yana bir bor tabriklayman. Baxtimizga doim sog'-omon bo'ling. Katta rahmat sizga.